Quloqlar inson tanasidagi eng muhim sezgi organlaridan biridir. Aslida ular tovushni eshitmaydi. Ular havodagi tebranishlarni miyaga tarjima qiladi. Bu shunchalik kichik bosim o'zgarishki, uni ko'z bilan ko'rishning iloji yo'q. Ammo quloqning nozik tizimi uni darhol aniqlaydi. Tovush to'lqinlari tashqi quloq orqali ichkariga kiradi va quloq pardasiga yetadi. Bu juda yupqa membrana bo'lib, tovush kelishi bilan tebranadi. Keyin bu tebranishlar inson tanasidagi eng kichik 3 ta suyak orqali o'tadi. Ular signalni kuchaytirib, uni chig'anoq deb ataladigan spiral tuzilishga yuboradi. Mana shu yerda haqiqiy mo'jiza boshlanadi. Chig'anoq ichida minglab mikroskopik tuk hujayralari mavjud. Ularning har biri ma'lum bir tovush chastotasiga moslangan. Ular tebranishlarni elektr signallarga aylantiradi va miya ularni tovush sifatida tushunadi. Quloqlar hissiyotlarga ham ta'sir qiladi. Baland tovush yurak urishini tezlashtiradi. Musiqa, til, ogohlantirish yoki tasalli, bularning barchasi aslida oddiy tebranishlar. Ammo miya ularni soniyaning bir qismida ma'noga aylantiradi va bizni atrofdagi dunyo bilan bog'lab turadi.